Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Menimcha intervyuimizni o'zingiz tanishtirishdan boshlasangiz bo'laveradi. Avvalambor assalomu alaykum. Afsuski ism familiyamni aytolmayman. Mr. X deb chaqirsangiz bo'ladi. Mr. X. Sıfır, ya'ni multi-level imtihonni baholash bo'yicha, yozish va gapirish ko'nikmalarini baholash bo'yicha ekspert sifatida faoliyat yuritaman. Shu multi-level imtihoni boshlangandan beri deyarli 3 yil bo'ldi mana. 3 yil bo'lib qoldi. Sohada bundan tashqari o'quv ta'lim sohasida 10 yildan oshiq tajribaga egaman. Juda yaxshi. Ekzaminlar bo'lish osonmi? Xo'p, misol uchun men ekzaminlar bo'lmoqchi bo'lsam, qanaqa talablari bor? Ekzaminlar bo'lish osonmi? Agar bitta so'z bilan javob beradigan bo'lsam, yo'q. Umuman oson emas. Chunki unga o'ziga yarasha talablari bor. 3 ta, 4 ta, 5 ta, sanab chiqsa ko'p talablari. Siz uchun eng qiyin bo'lgan talab? Men uchun eng qiyin bo'lgan talabmi? Bu baholash tizimida me'yor ushlash, ya'ni haqiqiy bahoga yaqin ball qo'yish odatda qiyin. Inson faktorlari rol o'ynaydi bu yerda. Ham siz kimdir taqdirini hal qilishingiz mumkin bu ball qo'yib, noto'g'ri ball qo'ysangiz. Shuning uchun ham eng qiyin qismi bu xolislik degan bo'lardim. Xolis baho qo'ya olish. Bu ekspertda talab qilinadigan eng muhim ko'nikma hisoblanadi. Va shunga yarasha o'zi qo'ygan bahosini asoslab berish odatda qiyin. Asoslab berish ham so'raladimi sizlardan? Bizda tekshirganlarimizda shunaqa holatlar bo'lgan. Ya'ni imtihon topshiruvchi kandidatlar ya'ni qayta tekshirishga yuborgan va o'sha apellyatsiya bergan. O'shanda o'zi odatda tekshirish ikkita qismdan iborat, birinchi va ikkinchi. Agar zarurat bo'lmasa, shu ikkita qismda tugaydi. Uchinchi qismi ham bor. Bunda agar ikkita qo'ygan ekspertning balli bir-biriga to'g'ri kelmasa, uchinchi ekspert bekallashadi. Mana shu holatlarda agar ball biroz noto'g'riroq ketgan bo'lsa yoki biroz xolisligiga yo'l qo'yilmagan bo'lsa, odatda izohlab berish so'raladi. Qanaqadir ball past yoki juda ham baland bo'lib qolgan holatlarda siz uni izohlab berishingiz kerak. Nima uchun shunaqa qilganingizni. Bu narsa rostdan ishlaydimi? Chunki biz shu paytgacha har xil holatlarda guvohi bo'ldik. Bilimi past o'quvchilar ham bilimi baland o'quvchilardan ko'ra yaxshiroq ball bilan chiqqan holatlari bo'ldi. Shuning uchun bu narsa men uchun shok xabar. Bilmadim bu darajada qat'iy tekshirilishini. O'zi shunaqa mif bor. Studentlarki topshirayotganlar aytadi, ekzaminer, ya'ni ekspert o'qib chiqmaydi, o'zbekcha yozib chiqqanida bitib olib chiqdi degan miflar ko'p uchraydi. Yo'q, aslida unaqa emas. Har bitta ish kamida ikkita ekspert qo'lidan o'tadi. Kamida. Zarurat bo'lsa uchinchi ekspert ham buni ko'rib chiqishi mumkin. Va buni sababi asosiy qismi inson faktorida, ya'ni inson tekshirayotganda xato qilish ehtimoli katta. Katta bo'lmasa ham bor. Bu narsani kamaytirish uchun kamida ikkita ekspert tekshirish talab qilinadi. Va uchinchi ekspert jalb qilinishi bu holatga qarab. Lekin minimum eng kamida ikkita odam tekshiradi. Demak, har bitta letterni, har bitta essayni eng kamida ikkita mutaxassis tekshiradi. Xuddi shunaqa. Juda yaxshi. Eshitishim bo'yicha hamma essay va letterlar to'planib Toshkent shahrida tekshirilar ekan, shunday emasmi? Xo'p, hozir biroz boshqacharoq. Oldin shunaqa bo'lgan, bo'lishi mumkin balkim. Hozir payt onlayn tizimga o'tilgan. Bu o'zini yopiq tizimi bor. Afsuski uni aytolmayman nima tizimligini. U yerda har bitta ekspert o'zi autentifikatsiya deydi rus tilida. Login paroli bo'ladi o'zini. Shundan o'tganingizdan keyin sizga IP beriladi, o'zini qismlari bor. Maxfiylik juda maxfiy qilingan. Onlayn tekshiriladi. Har bitta ish onlayn tekshiriladi, xuddi shunaqa. Ya'ni ekspertlar jamoasi butun respublikadan iborat bo'lishi mumkin. Butun respublikadan iborat ekspertlar jamoasi tekshiradi. Xuddi shunaqa. Taxminan qancha ekspert aynan ingliz tili bo'yicha, multi-level bo'yicha faoliyat olib boradi, agar bilsangiz? Aniq sonini aytolmayman, sizga taxminiy sonni aytishim mumkin. Ingliz tili sohasida hozir 350-400 atrofida.
Men o'ylaganimdan juda ko'p. Men rosa bo'lsa 30 ta 40 ta deb o'ylardim. Juda yaxshi. Ish vaqti qat'iymi yoki flexiblmi? Ish vaqtiga keladigan bo'lsak, bu tez-tez o'zgarib turadigan narsa. Odatda speaking, writing ishlar tekshirilgani uchun bu ekspertni darajasiga bog'liq. Bizda birinchi va ikkinchi ekspert bor. Odatda agar uni ikkinchi ekspert deb hisoblaydigan bo'lsak, mana ikkinchi ekspertlarga flexible ko'proq, ya'ni uni istalgan vaqtda, deyarli istalgan vaqtda tekshirish mumkin. Odatda birinchi ekspertlar uchun kechki payt soat 6 dan tekshirish boshlanadi, shu kunning oxirigacha. Aha, demak 6 dan 12 gacha 6 soat. Bir kuni 6 soat ishlashga. Odatda shunaqa. Ha, 6 soat ishlash shart. 6 soat va cheklangan limit bor. Ya'ni bitta ekspert odatda 30 tadan oshuv ish tekshirishi mumkin emas. Aha. Bu sifat tushishiga sabab. Sifatni ushlab turish uchun qilingan me'yor deb qabul qilsa bo'ladi. Juda yaxshi. Multi levelga bo'lgan hurmatim oshyapti. Demak, shu savol bermoqchi edim, javob berib qo'ydingiz. Qanday turdagi ekzamenlar bor degan savol ro'yxatimda bor edi. Xo'p, keyingi savolga o'tsam bo'ladi. Writinglar yaxshi tekshiriladimi? Bunga ham qisman javob berib ketdingiz, to'liqroq javob berishingiz kerak. Mana shu ko'pchilik writing tekshirilishiga sal shubha bilan qaraydi. Ko'p miflar o'zim ham eshitganman. Ya'ni tekshirib o'qimay turib qo'yib ketadi balni deyishadi. Yoki bitta odam kayfiyatiga qaraydi deyishadi ekzamendan. Yoki ism familiyasini yozib qo'ysa, baland ball qo'yib berishi mumkin, ism familiyasini yozib berishi mumkin emas degan miflar bor. Shu uchta mifdan uchalasiga birma-bir javob beraman. Birinchisi, ism familiyani yozib ketib, plus o'ziga foyda olishi mumkinmi? Juda kam ehtimolligi, men yo'q degan bo'lardim. Nimaga yo'q? Chunki u yerda kandidatning ism familiyasi bo'lmaydi tekshirayotganda. Undan tashqari tekshirayotgan inson ham aslida anonim tekshiradi, ya'ni uni faqat davlat test markazi xodimlaridan boshqa insonlar kim tekshirganini bila olmaydi. Va writing tekshirishga keladigan bo'lsak, har bitta writing, o'sha xatlar ham, task 1 deymiz biz, task 2 essaylar ham 4 ta o'zini baholash mezonlari bor. Bu ya'ni savolga to'g'ri javob bera olish, task response, matnning uzviy bog'liqligi, coherence and cohesion, lexical resource deyiladi, ya'ni lug'at boyligini ishlata olishi va grammatikaga amal qilganligi va punktuatsiyaga amal qilganligi shu 4 ta mezon asosida tekshiriladi. Xuddi IELTS'niki kabi 4 ta kriteriya bo'yicha kabi, IELTS kabi, faqat unda baholash, ya'ni ball qo'yish mezonlari biroz boshqacharoq. Juda yaxshi. Ya'ni hozir agar kimdir, misol uchun biron bir examiner kimnidir balini yaxshiroq qo'yib berishini o'zi xohlasa ham buning iloji yo'q, chunki tekshirish anonim holatda amalga oshiriladi. Anonim holatda amalga oshiriladi hamda bu ball oshirilganda ikkinchi ekspert birinchi ekspert qo'ygan balni ko'rmasdan turib haqiqiy original balni qo'yganda u bir-biriga to'g'ri kelmasa, ish uchinchi ekspert qo'liga o'tadi. Va bunda u uchinchi ekspert ancha tajribasi katta, bu sohada ancha yillar faoliyat yuritayotgan ekspert bo'ladi odatda. Va bunda xato qilish ehtimoli juda kam bo'ladi. Yoki yon bosish, biased bo'lishi kam. Juda yaxshi. Yana bitta savol speakingga oid. Speakingda bilamiz, imtihonga kirganda Face ID yuzni aniqlab oladi. Ana undan keyin speakingni tekshirayotganda imtihon tekshiruvchi examiner o'sha talabani yoki imtihon topshiruvchini yuzini ko'radimi? Videoda yuzi ko'riladimi yoki faqat sizlarga audiosi eshitiladimi? Qanaqa bo'ladi? Xo'p, speaking ham aytganimdek onlayn formatda tekshiriladi. Tekshirish qanaqa bo'ladi? Biz gapirayotgan insonning yuzini ko'rmaymiz. Va faqat ovozini eshitib tekshiramiz. Bu o'sha tape recorded deyiladi. Ya'ni siz eshitib olasiz va yakuniy balni imtihon topshiruvchiga berasiz. Yuz ko'rish holatlari bo'lishi mumkin qachonki ishda qanaqadir muammolar, texnik muammolar bo'lgan bo'lsa yoki imtihonni baholayotgan ekspert qanaqadir qo'pol xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa yoki bo'lmasa o'sha bahosidan qoniqmagan kandidat
aytaylik apellyatsiya, ya'ni qayta tekshirib berishni talab qiladigan bo'lsa, unda shunday holatlarda biz videosini ko'rib chiqishimiz mumkin, ya'ni video ko'riladi. Demak, video ko'rishga ehtiyoj bo'lgandagina spesifik qanaqadir taymlarda ko'riladi. Odatda lekin ko'rilmaydi. Odatda ko'rilmaydi. Yaxshi. Juda yaxshi. Speakingga oid yana bitta savolim bor. Speakingda avvalgi tizimiga qaraydigan bo'lsak, hozir o'zgardi. Har bitta savolni o'qib olishga qanchadir vaqt beriladi, to'g'rimi? 5 soniya berilardi va undan keyin savol javob berish kerak. Mana shu kompyuter yetarli vaqtni berishdan oldin o'quvchilar gapirishni boshlab yuborsa, bunda kompyuterga yoziladimi yoki sizlarga o'sha yarim chala yetib kelgan javoblar ham bo'ladimi odatda? Xo'p, agar o'sha berilgan vaqtdan oldin gapiradigan bo'lsa, tayyorlanish vaqtida aytaylik part 2 qismida, ya'ni ikkinchi qismda odatda gapirishda ko'pchilik 1 minut berilgan vaqtda gapirib ketadi yoki birinchi qismda 5-10 sekund tayyorlanishga berilganda o'sha vaqtda gapiradi va bunda qanaqa bo'ladi? Yo'q, biz eshitolmaymiz. Afsuski buni bizga o'sha berilgan vaqtdagi javob yoziladi. Qolgan qismdagi javoblar yozilmaydi afsuski. Demak, vaqtga qat'iy qarash kerak. Va ko'p aytiladigan xatolardan bittasini aytib ketaman. Buni juda ko'p kandidatlar amalga oshiradi. Vaqtdan 1-2 soniya o'tkazib yuboradi yoki 5 soniyagacha uzatish mumkin. Bunaqa qilish mumkin emas, chunki bizga 29-30 sekund yozilgan bo'ladi. Bir xillarda 29 bo'lib qolishi mumkin, lekin odatda 30 sekund bo'ladi. Undan 1 soniya ham ortiqcha biz eshita olmaymiz. Agar javobi mana shu joyini, uzr gapingiz bo'ldi. Mana shu joyini Instagramga qo'yish uchun qaytadan qaytarsak, speakingda siz biladigan eng ko'p takrorlanadigan xatolar qanday xatolar? Xo'p, bu eng ko'p biladigan birinchi xatoim bu vaqtga amal qilmaslik. Ya'ni aytilgandek birinchi boshlanayotganda tayyorlanishga berilgan vaqtni hisobga olmay boshlab ketish va javobi to'liq bo'lmay qoladi. O'rtasidan bo'lib qolishi mumkin, biz eshitish boshlaganimizda yoki hali oxirroqqa borganda tugatmay qo'ygan bo'lishi mumkin. Vaqtga e'tibor bermaslik juda ko'p uchraydigan xatolardan biri. Ikkinchisi bu savollarni o'qib berish. Ko'pchilik o'ylaydi, safarda xat emas, gapirib tursam bo'ldi deb. Yo'q, unaqa emas. Gapirib tursa bo'ldi emas, savolga javob berish kerak. Savolni o'qib berdi degani bu shunchaki o'qib berishini ko'rsata oldi degani. Savolga javob bera oldi degani emas. Ayniqsa bu hozir 3-qismda part 3 deyiladi. Biroz o'zgartirish kiritilgan keyingi baholash tizimida. Shunda ko'p xatolar uchraydi asosan. Baholashga qaytadigan bo'lsak, speakingda IELTSda bilishimiz bo'yicha avvalgi qismlarga kamroq, yuqori partlarga ko'proq ball berilardi. Speakingda sizlarda umumiy baholash bo'ladimi yoki savollarning qiyinchiligiga qarab turib qaysidir savolga ko'proq ball, qaysidir savolga kamroq ball beriladimi? Xo'p, men sizga hozir o'zim aytgandek maxfiy bo'lish kerak. Ayta olgan qismni aytaman. Imkon boricha. Xo'p, har bitta qism hozir alohida baholanish shkalasiga o'tgan. Ya'ni hozir bilsangiz, birinchi qism o'zi ikkita tarkibdan iborat. 1-1, 1-2 deymiz. Ularga alohida ball qo'yiladi, 0 dan 5 gacha bo'lgan shkalada. 1-2 qismiga ham 1-2 va ikkinchi qismga ham 0 dan 5 gacha bo'lgan shkalada ball beriladi. Va 3-qismga keladigan bo'lsa, bu biroz farq qiladi. Ya'ni 1 dan 6 gacha bo'lgan shkalada ball ola oladi. Imtihon topshirayotgan kandidat. Va shunga qarab bizga ball beramiz. Agar hamma qismi bo'yicha 5 yoki maksimum ball oladigan bo'lsa, unda topshirayotgan kandidat C1 darajani ko'rsatadi. Baholash tizimi shunaqa ishlaydi. Speaking IELTS'nikidan boshqacharoq. Baholash jihatidan ham hozirgi yangi formati ham IELTS'nikidan boshqacharoq, xuddi shunaqa. Qiyinroq ham deyishimiz mumkin, adashmasam bemalol IELTS. Qiyinroq degan bo'lardim, chunki part 3 savollari biroz qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun ham hozirgi kunda part 3 savollarga ideyalar, ya'ni ideya o'ylash uchun kandidatda 1 daqiqa yetmay qolishi mumkin. Ideyalar taqdim etiladi. Ikki tarafga ham. Juda yaxshi. Yana bitta savol bor, imtihonni kelajagiga oid bu narsa. Ya'ni bilamizki, imtihon javoblari juda uzoq muddatda chiqadi boshqa imtihonlar bilan taqqoslaganda. Kelajakda mana shu imtihonlarda javoblarni aniqlash
yoki e'lon qilish muddati qisqarishi mumkinmi? Shaxsiy fikringiz? Xo'p, bu qismga javobim hamma eshitsa mana shu joyni. Imtihonni javobi tez chiqishi, qanchalik tez chiqishi odatda ekspertlarga katta jihatdan bog'liq emas. Nimaga? Chunki ekspertlar ko'p aytganimdek va ularga ma'lum bir deadline qo'yilsa, aytaylik 1 hafta, 2 hafta. Shu vaqt oralig'ida maksimum darajada ishlatilsa, yugursa bo'ladi. Odatda ballar chiqadigan kun bo'ladi-ku, aytaylik oy 20-lardan keyin chiqadi yoki oxirgi speaking sanasidan 15 kun o'tib chiqadi. Odatda speaking tugagan kuni, ya'ni speaking oxirgi topshirilgan kuni, o'sha kunni ertasiga hamma ballar tayyor bo'ladi. Writing va speaking ekspertlari hamma o'zini vazifasini bajarib bo'lgan bo'ladi. Endi mana shu vaqt oralig'ida writing bilan speaking topshirib bo'lgan vaqt oralig'ida ularni baholarini yig'ib summary deymizmi, umumiy natijalar chiqarishga vaqt ketishi mumkin. Xuddi bu ortiqcha vaqt talab qiladi. Boshqa bo'limning ishi ya'ni. Bu boshqa bo'limning ishi demoqchiman, shunaqa. Demak, biz kimni ayblashni endi bilib oldik. Ekspertlardan emas ayb. Ekspertlarning ishini tugatgandan keyingi uni ya'ni sertifikat qilib yasovchi bir alohida bo'lim bo'lsa kerak, ballarini qo'yib, rasmini qo'yib, ma'lumotlarini qo'yib. Shunaqa desa ham bo'ladi. Ana shu bo'lim. Yaxshi. Yana bitta savol. So'rayman, buni hurmatsizlik bo'lsa ham, mendan juda ko'p odam so'ragan. Multi-level imtihon sotib olish mumkinmi? Men mana shu 10 yil ishlagan bo'lsam, shu o'quv markazlarida, shu sohada ishlagan bo'lsam, mendan ham eng ko'p so'ralgan savol mana shu. Sotib olsa bo'ladimi? Javob har doimgidek bir xil. Yo'q, sotib olib bo'lmaydi. O'qi. Undan ko'ra O'qi, mayli o'qi. Yaxshi. Yana bitta savol bor. Savollarimiz ko'p. Keling shu yerda sal imtihondan chetlangan holatda men o'zim uchun qiziq, nima uchun biz bilan intervyu qilishni xohladingiz? Nima uchun aynan bizning o'quv markazini tanladingiz? O'zim Safer Center o'quv markazini kuzatib kelardim. Chunki faqat sizlarda ko'rdim, Safer kurslarini o'zi offline. Boshqa joylarda ko'rmadim hali. Aytganimdek, o'zim ham soham education bo'lgani uchun shu qiziqdim, o'quv markazlarining ba'zilarini ko'rdim. Keyin siz bilan gaplashib qolganimizdan keyin intervyu berishga qaror qildim. Lekin shunda ham maxfiylik qoidalarga amal qilgan holatda. albatta. Rahmat, tanlovingiz uchun rahmat. Men o'zim ham hali ko'rmadim. Butun Toshkent bo'yicha faqat multi-level imtihoniga tayyorlovchi, o'zlarini shaxsiy materiallariga ega bo'lgan, jiddiy kirishgan bir o'quv markazi ko'rmadim. Ayrim joylarda multi-level kurslar bor, ular shunchaki talab bor bo'lgani uchun ochib qo'yishgan va u ustozlarda multi-level sertifikati ham yo'q. Siz shunga qanday qaraysiz? Multi-level topshirmasdan turib multi-levelga tayyorlash qanchalik to'g'ri? Bunga qisqacha javob beraman. Chunki so'zsa ham qassob so'ysin. Eshitdinglar, hamma qassoblar bizda. Juda yaxshi. Yana bitta savol. IELTS bilan multi-levelda taqqoslashganda multi-level topshirish oson, bituv olish oson deyshadi. Bunga qanday qaraysiz? Shunaqa fikr bor, multi-level osonroq IELTSdan degan gap. Endi bu topshiruvchini perspektivasiga, ya'ni o'zini fikrlashiga qaraydi. Agar faktlarga suyanib javob beradigan bo'lsam, keling birinchi listening qismini olamiz. Listening qismi biroz osonroq, chunki u yerda savollarning qiyinlik darajasi C1 gacha, multi-levelda C2 savollari yo'q, IELTSda esa bor. Bu bitta eng yorqin fakt. Va ikki marta eshitilishi bu juda katta plus deydi. Katta plus. Imtihon topshirayotganlarga ajoyib imkoniyat. Readingda ham savollar soni IELTSnikidan ko'ra kamroq va savollarning qiyinlik darajasi ham biroz pastroq. Ya'ni IELTSda eng yuqori ball 9 bo'lsa, ya'ni bu C2 darajasiga to'g'ri kelsa, savollarda qiyinchilik darajasida ham va uni tuzishdagi qo'llanilgan so'zlarning ham qiyinchilik darajasi C2 gacha. Multi-levelda adashmasam faqatgina C1 darajasigacha. Shu ham
qisman yengillik beradi. Lekin men yana bitta fikrda aytmoqchiman. Ko'pchilikda shunaqa gap bor. IELTS ga tayyorlanib yurgan odam bemalol multi-level topshira oladi. Lekin multi-levelga tayyorlanib yurgan odam IELTS dan o'sha kutilgan ball ola olmaydi. Misol uchun multi-leveldan C1 olsa, IELTS dan 7 ola olmaydi deydi. Mana shunga fikrim bor. Chunki IELTS ga tayyorlanayotgan o'quvchilar odatda ko'p muddat tayyorlanadi. IELTS ni o'zini Pre-IELTS, IELTS Foundation, IELTS Practice kurslarini bo'lib 4 oy, 6 oylab tayyorlanishadi. 6 oy tayyorlangandan keyin multi-level imtihoni o'xshash taraflari bor bo'lgani uchun IELTS bilan unda natijaga chiqish ehtimoli ko'proq bo'ladi albatta. Lekin hali bironta o'quvchini ko'rmadim multi-levelni o'ziga 6 oy tayyorlanganini. Menimcha tayyorgarlikka ketgan vaqtga qarab turib taqqoslash kerak bo'lsa kerak. Xuddi shunaqa, ha. To'g'ri fikrlaringizga qo'shilaman. Multi-level bu boshqa imtihon turi. IELTS ham boshqa imtihon turi. Ikkalasi ham til bilish darajasini ko'rsatadi. Lekin tayyorlanish kelganda imtihonni o'ziga men ikkalasiga alohida tayyorlanish maslahat beraman. IELTS ga tayyorlanib turib multi-level topshirish qiyinchilik tug'diradi topshirayotgan insonlarga. Ayniqsa bu birinchi marta bo'lsa, har bitta imtihonga alohida tayyorlanish maslahat beraman. Multi-level tayyorlanmasmi? Mayli, multi-level imtihon turiga. Bo'ldi, IELTS aralashtirmang unga. Ikkalasini baravar olib ketaman deydi bir xilla. Bu lekin diqqatli bo'linishda, ya'ni fokusli bo'lishiga sabab bo'ladi. Alohida tayyorlanish kerak. Ekspert sifatida sizdan yana bir savol so'ramoqchiman. Tayyorgarlik haqida gap ketganda, multi-level imtihonidan aytaylik B2 sertifikatini qo'lga kiritish uchun, B2 darajasini qo'lga kiritish uchun nechta grammatik zamonni bilish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Shaxsiy fikringiz. Grammatik zamon hammada har xil javob bo'lsa kerak. Endi men aytgan bo'lardim, B2 olish uchun endi aniq javobim yo'q. Men o'ylayman, aniq son yo'q. Aytaylik, balki 7-8 dan 10-12 gacha bo'lsa kerak. Yaxshi. Ayrim o'quv markazlar avval obdon grammatika o'tishadi. Ana undan keyin 4 ta section bilan ishlashni boshlashadi. Biz o'quv markazimizda grammatikaga kamroq e'tibor qaratamiz. Vaqtni yutish uchun. B2 olish uchun mana siz tekshirgan kandidatlardan, deylik 10 ta kandidat tekshirdingiz. Shulardan nechtasi taxminan B2 oladi sizda? Siz baholaganlar. Va bu aytganimdek, odatda topshirgan insonlarga, kandidatlarga bog'liq. O'zbekistonda o'rtacha IELTS writing natijalari 5,5-6 atrofida bo'lishi kerak. Shuning uchun ham odatda ko'pchilik topshiradiganlar yoki B2 yoki B1 darajaga ega bo'lishadi. Writing qismidan C1 nisbatan kamroq. Bu tabiiy holat. Lekin multi-level bo'yicha aytadigan bo'lsak, multi-levelda ham biroz tendensiya IELTS ga nisbatan pastroq, chunki IELTS ning talablari yuqoriroq multi-levelnikiga nisbatan, lekin bu IELTS imtihonni multi-leveldan ustun qo'ymaydi. Chunki multi-level chet tilini bilish darajasi bu O'zbekiston hududida tuzilgan o'zbek topshiruvchilar uchun boshlangan test. IELTS bo'lsa bu xalqaro. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Конечно. Shuning uchun ham writinglarda, natijalarda biroz farq bor. Yana bir savol, siz bizni kuzatib yurganingiz uchun o'zingiz aytdingiz, kuzatganman deb. Shundan kelib chiqib savol so'ramoqchiman. 0 dan B2 darajaga chiqish uchun qancha vaqt tayyorgarlik ko'rish kerak? Darslar bir oyda nechta dars bo'lishi kerak taxminan? Agar kelin bunaqa deb olamiz, sizlarda har kunlik darslar, to'g'rimi o'zi? Aslida har kunlik darslar, har kuni darslar bo'ladigan bo'lsa, o'quvchi shularga mos o'qiydigan bo'lsa, ya'ni tirishib yaxshilab o'qiydigan bo'lsa, menimcha yarim yil ketsa kerak. Yarim yil. Bu men o'zimning xolisona fikrim. Yarim yil. Ekspertdan eshityapmiz. 6 oy yetarli bo'ladi deyapti B2 olish uchun. Ha, bu muntazam bo'lish kerak. Stabil deymiz ustida. Muntazam bo'lmasa, undan ancha ko'p vaqt ketadi. Juda yaxshi. Navbatdagi savol va bu oxirgilaridan bittasi. Writingda yaxshi ball olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Xo'p, writingdan yaxshi ball olish uchun ikkita narsa juda ham muhim. Birinchisi, bu savolni bilmasangiz, tushunmasangiz, bilmagan narslaringizni yozib ketavermang. Ya'ni o'qidingiz,
shundan ko'rdik savolni ko'pchilik yozib ketadi, plansiz. Juda katta xato. Savol tushunmadingizmi, qayta o'qing. Va plan qilishga ko'p vaqt ajrating. Bu juda ham muhim. Ikkinchi aytadigan muhim maslahatim writing uchun, o'sha uchun asosan ko'p sample essaylar o'qing va ularni analiz qiling. Sample essaylar juda ko'p foyda beradi. Writingda aynan qaysi qismlari yaxshiroq ball olishga ko'proq ahamiyatli? Buni farqi yo'q. 4 ta qism bo'yicha ball beriladi baribir. 4 ta mezon bo'yicha. Bu o'sha aytganimdek task response, coherence, siz bilan gaplashdik. Shu 4 ta qism bo'yicha ballar qo'yiladi. Ya'ni yaxshiroq vocabulary, ya'ni lug'at boylik, grammatikadan ustun degan joy yo'q. Hamma qismi baravar baholanadi. Yaxshi. Aytmoqchimanki, introductionlarga ko'proq e'tibor qaratish orqali ham sizlarda yaxshiroq taassurot qoldirish mumkinmi? Chunki introduction qismi birinchi qism, ya'ni birinchi impressionda introductiondan oladi baribir. Expert sifatida agar introductionga qarab baho qo'yiladigan bo'lsa, unda baholashi holisticligi tushib ketadi va men bunga yo'q degan bo'lardim, chunki men har doim bunga mas'uliyat bilan yondashaman. Yaxshi. Lekin 5 qo'l baravar bo'lasiz. Hech qachon baravar bo'lmagan. Yaxshi. Demak, materiallarga keladigan bo'lsak. Juda og'riqli mavzu. Aha. Hozir mavjud bo'lgan kitoblar va boshqa multi-level materiallar haqida fikringiz? Hozir bozor ochiq, ya'ni materiallar paydo bo'lyapti. Multi-level masters kitobi juda mashhur kitoblardan biri hisoblanadi. Birinchi yozilgani uchundir balkim bozorga yengillik bo'lib kirganda safar masters keyingi imtihon turiga yangi mahsulot taklif qila olganlar birinchilardan bo'lib kirishgan. Va hozir multi-level C1 Achiever kitobi ham mashhur. Bu ikkala kitoblarda lekin bitta narsa fakt bor. Ko'p o'quv markazlar buni darslik sifatida foydalanishadi. Va bu meni fikrimcha biroz noto'g'ri. Nimaga? Chunki men o'zim bu kitoblarni ko'rib chiqqanman. Orasida ba'zilarida hozir bilmadim-u, boshda chiqqanda xatolar ko'p edi. Bor edi xatolari va bular asosan shu mustaqil o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan kitob. Praktika qilish uchun. Yetili IELTS studenti safar topshirmoqchi va praktika kerak. O'zi tanlanmoqchi. Bu yaxshi kitoblar. Lekin standartlarga javob bermaydigan kitoblar juda ko'p. Men hozir mashhur o'quv markazlariga hattoki borganman, nomini aytib o'tirmayman. IELTS materiallaridan shunday foydalanib ketishadi multi-levelda. Ikkalovi aslida boshqa narsa. Ustozi ham multi-level topshirmagan. Ustozlar hattoki multi-level topshirmagan. Bir marta bitta o'quv markaziga bordim, aytmayotdim, lekin qaysiligini. Multi-levelda nechta listeningdan parti bor degan savolga javob bera olmagan. Lekin IELTS 8.5 beradi desam. Lekin oddiy savolga javob bera olmagan. IELTS bor deganim. Bu qarang, mana hattoki multi-level kursiga tayyorlovchi ustoz multi-level imtihoni listeningdan nechta part borligini bilmayapti. Xuddi shunaqa bilmayapti. Bu degani u ustozni dars rejasi ham yo'q. Dars rejasi ham katta ehtimol bilan yo'q, ha. Savol: multi-levelga ustoz tanlayotganda qanaqa talablarda o'quvchilar so'rashini, qanaqa ma'lumotlarda so'rashini xohlardingiz? Mana eng qiziq savol. Bu nafaqat multi-levelga, mana safar topshirmoqchi bo'lganda eshitib olsin, nafaqat multi-levelga, IELTS ga ham tegishli. Avvalambor, birinchisi, ustoz shu narsa dars beryapti, shu narsani o'zi juda yaxshi bilish kerak. Mukammal darajada bo'lmasa ham shunga yaqin darajada bo'lish kerak. Ya'ni ustoz multi-level imtihon topshirib, C1 darajaga ega bo'lish kerak deb hisoblayman. Ikkinchidan, bu ustozning tajribasi bo'lish kerak va albatta bu ustozni dars o'tish hammada har xil. Kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir yoqmasligi mumkin. Dars o'tish stiliga ham e'tibor berish kerak. Mana shu 3 ta faktor muhim rol o'ynaydi. Ya'ni bu tajriba egaligi, shu imtihonni biladimi, qanaqa darajaga ega ustoz va dars o'tish stilini ko'rib chiqsin.
Menimcha ustozni o'quvchilarining natijasi ham ustoz haqida gapiradi. Ha, bu ham muhim faktor. Ustoz natijalarini albatta so'rash kerak, esimdan chiqib ketish rostdan ham. O'zi tajribani ichiga kiradi, tajribani eslatib Tajribani ichida bor, tajribani ichida bor, ya'ni natijalarga qanaqa ustoz erishgan, qanaqa o'quvchilari qanaqa natija olgan. Shu narsani kurs berish kerak, ya'ni kurs bera olsa yaxshi. Men ko'pchilik yana bir narsaga e'tibor bermaydi, bu foizda bo'lsa yaxshiroq. Ya'ni 100 ta studentdan bitta 30-40 tasi natija olganmi, 50 tasi natija olganmi? 1000 tadan kechirasiz 50 ta ko'p eshitilishi mumkin. Lekin foiz yoqlariga qaraganimizda juda kam son. Bizda hozirgi kunda o'quv markazimizda natijalarimiz necha foiz deb o'ylaysiz taxminan? Xolis. Offline'da. Men online'da bilardim. Bir o'quv anaqasida, platforma anaqasida ishlayapman jamoasida. 30 edi. 30 ga 70. Ya'ni 30% natija. 30% natija edi. Online'da bu yaxshi natija. Online'da juda zo'r natija. 30% shuning ham o'sha jamoani rezultatlarini ko'rib xursand bo'lganman. Men boshqa o'quv markazlarini bilmayman. Sizlarda offline'da nisbatan balandroq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Balkim 35-40 dir. Bizda xuddi shuni aksi, ya'ni 70 ga 30. Oxirgi paytlar bizda har 100 tadan 70 ta bola. Deylik 65-70% deylik. 65-70 tasi B2 sertifikatini qo'lga kirityapti birinchi urinishida. Offline uchun bu zo'r lekin. Yana multi levelchilar uchun maslahatingiz. Oxirgi savol. Multi levelchilar uchun maslahatmi? Topshirayotgan yoki birinchi marta topshirayotgan yoki ustozlar bo'lib turib topshirayotganlar bo'lsa, mana shu narsani yaxshilab eshitib olishsin, 3 ta narsani aytib ketaman. IELTS bilan multi level birinchisi bir xil emas. Ikkalasiga alohida tayyorlaning. Bittasiga tayyorlanib turib ikkinchisiga kirib ketaman deb o'ylamang. Uni underestimate qilmang. Ben underestimate birinchi marta qilganimda pushaymon bo'lganman, shundan beri qilmayman. Ikkinchi eng muhim faktorlardan bittasi bu, ya'ni shu o'qish davomida time management bilan ishlash. Ko'pchilik vaqtga e'tibor bermaydi. Yozishga ulgurmay qoladi. Bu IELTSda ham bor, boshqa imtihon turlarida ham bor. Va disiplinani uncha kiradi. Time management, disiplina va boshqalar. Va yana bittasi ustoz va to'g'ri joy tanlab bilish juda ko'p tushilgan muammo. Sifrda filtrdan o'tmagan kurslar taqdim etadiganlar, ya'ni tekshirilmagan kurslar taqdim etadiganlar, yo'q narsani bo'rttirib miflarni aytib beradiganlar juda ko'p. Va ulardan imkon boricha uzoqroq yurishni maslahat beraman. Ustoz tajribali bo'lsin, o'zini o'tganini bilsin va aniq reja asosida o'tib bersin. Reja yo'qmi, kelajagi ham yo'q. Juda yaxshi. Rahmat tashrifingiz uchun. Vaqtingizga rozi bo'ling. Katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Charchamanglar. Faoliyatingizga omad tilayman. Rahmat.